Okalarni ko'rayotganingizda zang bo'lib ketgan. Ko'pchilik uni tozalamasdan qo'yadi-da, shu zang, kir-chirlar yana aporni bilan kolodkaga tushib, chiylagan har xil ovozlar berishi mumkin. Shuning uchun men zangini tozalab, chiroyli qilib mana o'zi berib turing-da mana. Mana o'zidan shotka chiqadi, mana shotka aporning ichidan. Ko'p joylarda mana shu narsaga e'tibor bermaydi. Mana shu chang shu aporning kolodkaga tushib, bir-biri bilan keyin chachishganda chiylagan, g'irlagan ovoz beradi. Mana shu joydan ko'rish kerak. Mana shu sprey bor, bu nima bu? Очиститель. Mana shu kir, dog' hamma narsasini o'zi bilan birga to'kib tushadi bu. Bu monoerga original hisoblanadi. Bir xil kolodkalarda bor. Mana shu sprey u umuman yordam bermaydi. Bu haqiqiy original. Sepsanglar mana nagarlar polni tushirib beradi. Okalarni ko'rayotganingizda mana supurtidagi mana bu tillari bor, shu tilga sepib nagarni to'kamiz. Nimaga? Chunki kolodkaga yaxshi kirib chiqmasa yo yaxshi siqmay qolsa, mana bu supurt bilan o'shanda chiylab qolishi mumkin. Mana ko'rayotganingizda nima qilamiz? Sprey sepamiz, keyin mana bu shotkada bitta yaxshilab qoramiz, nagarlarni qaranglar. Sap-sariq bo'lyapti. Nagar to'lib ketgan. O'sha joylarni ham yaxshilab mana spreydan keyin ishlatgandan keyin artishimiz. Do fusdan. Ko'rayotganingizda qop-qora yosib nagar to'lgan, mana sariq. Bu ushashga yordam beradi kalotkani. Agar noto'g'ri sal millimetr noto'g'ri ushasa ham yoki yaxshi siqmasa ham kalotka ichida o'ynab qoladi. Shuning uchun sepib yaxshilab buni simshotkada tozalaymiz. Mana kalotka qo'yayotganingizda hammasi mana yengi bo'ladi. Kalotkalar ham, hop, orqasida paketi bor o'zini. Paketini yengi bo'lgani uchun yechib tashlash kerak. Ko'pchiliklar yechmayapti, o'shanga ham muammolar bo'lib qoldi. Hop, yechdik. Qo'limizda ko'rayotganingizda 3 ta smaska turibdi. Maksimal darajada tez yechib ketaman. Qattiq nima qo'yish kerakligini, hop mana. 3 xil smaska turibdi. Hop, ketdi. Birinchisi supportdagi rasmligi, support palislarga tepa va pastiga tushiramiz. Hop, nima qilamiz? Mana support palisni olamiz. Oldik, ko'rdinglar, nagarga to'lyapti. Qorayib mana. Qorayib, buni sepamiz yaxshilab. Nagar to'kiladi. Ko'rdinglar? Hop, ketidan bitta artib yuboramiz. Hop, artildi, top-toza bo'ldi. Hop, ketidan smaskasini suramiz support palistiga. Bu nimaga yordam beradi? Kalotga tekis kirib chiqishiga va chiylamasligiga shu yordam beradi. Shu faqat umuman hech kim surmaydi, boshqa narsa qilmaydi, g'irlagan har xil ovozlarga ham shu narsa olib keladi. Shuning uchun uni yaxshilab suramiz. Bitta ishlatib ko'ramiz. Yumshoqqina bo'ldi. Ketdi. Keyingi narsasi. Ikkinchi smaskamiz kalotka rasmidagi. Hop, nima qilamiz uni? Hop, porshni itaradigan tarafga, o'rtalariga yaxshilab suramiz buni. Nimaga? Issiqlikni qaytarish uchun maksimal shunisi kerak. Shuning uchun bunday qilamiz. Hop, suramiz. Ikkita chetiga. Ikkita chetiga nimaga suramiz? Kalotga yaxshi kirib chiqish uchun, ham temirdan svobodniy kirib chiqish uchun. Surdik. Hop, ketadi. Bunga bunaqa ko'p shart emas, chunki porshni itarmaydi, issiqlik katta kelmaydi bu yoqqa. Buning uchun nomiga surib qo'yamiz bu yerga. Uchinchi smaskasi nimaga kerak? Bu aporni mana bu o'rtada bo'lsanglar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, zanglab qolgan zangini oladi va balonni yopishib qolmasligi oldini oladi. Media surishga deyiladi mana. Uni olamiz. Olamiz. Mana bo'ldi. Xudo xolasa mana shu narsani 100% qilamiz. Aniq shu kalotgan qo'ysa, umuman chiylash, g'irlash, bosh og'riq hamma narsa yo'qoladi. Monerchida hamma narsasi bor, to'g'risi tegishli bo'lgan. Spreydan tortib 3 ta litrgacha hammasi xudo xolasa sizlarning haydashligiga va tormoz sistemaga zo'r ishlashga zo'r yordam beradi.